Ana Shahboz ham kelyapti. Assalomu alaykum hojam. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bular Mavlon aka. Ha. Bular Shahboz. Kuyovim bo'ladilar. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Men iste'fodagi polkovnik Malikovman. Xo'p. Bolalarimdan qutulganman. Ayolim 12 yil oldin olamdan o'tgan. Xo'p. Xullas, endi oiz erkim o'g'limni qo'llarida deganiga siz yoningizga keldim. Tushunmadim men. Meni nima aloqam bor? Endi baribir siz o'g'il bo'lganingizdan keyin sizni ruxsatingiz ham kerak edi. Tushunarli. Siz sovg'a yuborganmidingiz? Men Endi tushunarli. Layliga emas, oyimga yuborgan ekansizda. xuddi shunday oyizga yuborganman. Lekin oyiz ko'nmadilar. Oyi nimaga ko'nmaysiz?